kuniga 100 mingdan oshiq odam do'koningiz oldidan o'tadi. Lekin maqsadli auditoriya juda ham kam. Kuniga 6 ta, 8 ta, 10 tagacha narsa sotasiz. Lekin siz onlaynga o'tkazganingizdan keyin siz do'koningiz oldidan o'tish shartmi? Siz o'sha onlaynga o'tkazdingiz. Sizni 10 mingta ko'rsin, 10 mingta ko'rgan mijoz potensiali 9 mingtasi sizga qiziqqan insonlar bo'ladi o'sha. Oladigan konversiya ham juda ko'p bo'ladi onlayn. Siz agar shaharda markazidan do'kon ochmoqchi bo'lsangiz, yaxshi lokatsiyalarni qidirishni boshlaysiz. Onlaynda unaqa emas. Siz agar onlaynga o'tsangiz, onlaynda qanaqa potensial mijozlar juda ham ko'p keladi onlaynda. Ham savdingiz 30-40% ga oshadi. Masalan, do'konda turib 10 ta narsa sotib turgan bo'lsangiz, onlayn do'konda turib 30 ta 40 ta sotasiz. Chunki butun O'zbekistonga ko'rinadi u reklamangiz. Sizni o'zingizni auditoriyangiz keladigan joyingizda keladigan odam juda ham kam bo'lishi mumkin, lekin onlaynga o'tganingizdan keyin onlaynda juda ham ko'p bo'ladi qiziqqan inson. Agar siz ham offlayn do'koningizni onlaynga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, men o'z kursimni boshladim. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Havola ustiga bosib, o'z ma'lumotingizni qoldiring va menejerlarim siz bilan bog'lanib batafsil ma'lumot beradi.